ridar robbi fi ridar validayn. Allohning roziligi ota-onaning roziligida azizlar. Ota-onani rozi qilishlikka harakat qilish kerak. Ota-onani norozi qilib qo'ysak, Alloh taoloni g'azabiga uchraymiz. Eng birinchi yaxshilik ulardan boshlansin. Silay rahim ana o'sha ota-onadan, ularni duosini olishlikdan, ularga yaxshilik qilishlikdan boshlansin. Bilib bilmasdan ularni xafa qilib qo'yish, ko'nglini og'ritib qo'yishlikdan saqlanish kerak. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda ba'zi bir narsalarni yana davom etyapti. Shu narsani ko'rib hayron bo'lamiz. Yana yoshlarni aytaylik, "Ey, falon davlatga keling, jihodga keling, bu yoqqa keling, bu yoqqa keling" deyapti. Ko'p yoshlar shu ota-onasini ranjitib qo'yib bo'lsa ham shu ishga harakat qilib qo'yganini ba'zilarini eshitib qolyapmiz. Bu juda yomon narsa. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam shu darajada ota-onaga xizmatni yaxshi ko'rganlarki, mana aytadilarki, sahobalardan birlari kelib payg'ambarimiz alayhisalomga, "Men siz bilan birga jihod qilmoqchiman, sizga bay'at qilmoqchiman, sizni xizmatingizni qilmoqchiman, lekin sizni oldingizga kelayotganda uyda onam yig'lab qoldi" deganlarda, "Irji ila ummik" dedilar. "Onangning oldiga qaytib bor" dedilar. Onasini yig'latib qo'yib meni oldimga keladigan kerak emas dedilar. Ana bu narsani e'tiboridan biz bugun birinchi navbatga ota-onani roziligini qo'yishimiz kerak yoshlar. Eng birinchi. Endi hozir bilmaysiz, ota-onangiz hayot yoningizda o'tiribdi, buni qadriga ko'p ham yetmaysiz. O'zingiz ota bo'lganingizda, duogo'y bo'lib sizdan duo so'rayotganda, o'zingiz duo so'raydigan odamni topolmay qolganingizda keyin otangizni eslaysiz. Onangizni eslaysiz. Hozir borligida qadriga yeting. Xabar oling ota-onangizdan. Duosini oling. Inshaalloh va bular orqali boshqa qarindoshlar bilan aloqani tiklasangiz, ana o'shanda rizqingiz ulug', umringiz uzoq va xotima xayrli bo'ladi inshaalloh.